Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar. Mana Koreya bo'yicha E7 minus bo'yicha. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Koreyaga E7-1. Ismingiz? Ismim Dilshod. O'quvlar tekinmi yo pullimi? Tekin. Hozir qaysi yo'nalish bo'yicha sizniki? Qanaqa kran bu? Mashinni kiran. Bashinni kran o'qiyapsiz. Yes, salomat bo'ling. Mana bu akam tekshiryaptilar. Joyizni 360 gradusga buriladi. Xormay. Endi bu yoqqa burilgancha ham xuddi shuni bu yoqqa burilgancha. Siz texnikani odamsiz. Texnikani bilgan ekanlar. Ismingiz nima edi? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Ekskavator bo'yicha. Sizniki ham Koreya? Salomat bo'ling. Mana bular ham haydayapti. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Muxtorjon. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Qaysi davlatga? Koreyaga. Nima haydayapsiz hozir? Ekskavator. Ekskavator. Omad. O'qish pullimikan, tekinmikan? Kelib o'qishsa bo'ldi, ekzamen topshirsa bo'ldi. Omadingiz bo'lsin, sog' bo'linglar. Hurmatli domla, bu bola tekinga o'rganyaptimi, pulgami? Qaysi bola? Mana shu o'rganayotgan bola. Tekinmi? Ana ko'ringlar. Hammasi Koreya bo'yicha E7-1 ga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.